مم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يا رب إنك أنت من تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أسألك زيادة في العلم والدين والسهولة في الفهم والحفظ. خب biz 27 darsga keldik. Bu darsimizda ham insonni a'zolari. Bu darsda insonni barcha juft a'zolari muannas bo'lar ekan. Lekin jafnun muzakkar bo'lar ekan. Jafnun bu qovoq edi adashmasam. Hop, insonni toq a'zolari muzakkar bo'ladi deb aytibdilar. Jafnun o'sha qovoq ikkita qovoq bo'lgani uchun buni muzakkar deb bundan oldin juft a'zolari hammasi muannas bo'ladi deyildi-da, yana bunga yana istisno qilinyapti. O'zi arab tilida ko'p qoidalar shunaqa qoida keladi va uni muqobilida shu qoidaga tushmaydigan o'rinlarini ham berib ketadi. Endi mana shu jafnun qovoqlarimiz muzakkar bo'lar ekan. Insonning toq a'zolari muzakkar ekan. Burun, bosh, qaysi toq a'zolar bo'lsa ular muzakkar bo'lar ekan. Ma'nafiya haqida, ma'nafiya ya'ni fe'lni bo'lishsizlikka aylantiruvchi harf ikki xususiyati bilan boshqa bo'lishsizlikka aylantiruvchi harflardan ajralib turadi. Birinchisi bu aytamiz, mozini ham muzorini ham oldida kelishi mumkin. Ya'ni jumlai fe'liyani oldida kelishi mumkin. Ikkinchisi jumlai ismiyani oldida kelishi mumkin. Ma'no jihatidan ta'sir qiladi, ammo fe'lga hech qanday o'zgarish kiritmaydi. Ma'nosini bo'lishsizlikka aylantiradi, lekin fe'lni ko'rinishiga hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydi. Bu deganlari la nahiyasi jazm qilardi-ku, o'shanaqa jazm qilmaydi deyilyapti. Xo'p. Endi ma bilan lani o'rtasidagi farq, ma nafiyasi mozi o'sha mozini ham muzorini ham oldida keladi deb aytdik. Jumla ismiyani va jumla fe'lini ham oldida kelaveradi. Endi la nafiyasi esa faqatgina muzori fe'liga xos bu. Muzorini oldida keladi. Endi o'sha boya aytganim ma o'sha muzorini oldida kelganda u toza ma bo'lmaydi, u laysa ma'nosidagi ma bo'ladi. Uni ismi bo'ladi, xabari bo'ladi. Buni keyin inshaalloh o'tamiz. Hop, bu yerda yana keladigan qoidalardan biri kulluni jumlani boshida kelishi. Bu kul ekan bu. Degan kullu keladi hozir bu yerda, qaysidir nimasida bor. Kullu barchasi degan anaqa lug'at. Agar kullu izofa bo'lib yoki izofadan xoli bo'lib jumlani boshida kelsa, u mubtado bo'ladi. Agar kullu izofa bo'lib jumlani ichida kelsa, o'zidan oldin kelgan ismni yoki zamirni ta'kidlab keladi. Ta'kid bo'ladi bu. Ta'kid ma'naviy ta'kid bo'ladi. Xo'p, ta'kid i'robida o'zidan oldingi mutaakkidga ergashadi. Ta'kidlanuvchi nima bo'lsa i'robi, u ta'kid ham o'shanaqangi bo'ladi. Kulli o'sha i'robida bo'ladi. Xo'p, mana shu ekan bugungi darsimiz. Endi matnni o'qishga kirishamiz. Rijlun yumna. O'ng oyoq. Rijl deganda o'sha bilamiz, anaqa qadam deydi. Biz oyoq deganda butun oyog'imiz anaqa emas, shu o'ng qadam ma'nosida. Shunaqa tushunamiz rijlni. Xo'p, rijlun ismi marfu. Yo'q, bu endi ismi sifat bu. Marfu ism. Marfu ism bo'lganda nakira bo'lib turibdi. O'ng oyoq bo'ldi-da, bu mavsuf bo'ldi. Yumna buni sifati bo'ldi. Xo'p. Mavsuf sifat bo'lib, endi bu mubtadodan xabar qilib olsak ham bo'laveradi. Haza
rijlun yumna deb yuborsak ham bo'laveradi. Bu hozir jumla emasda, bundoq qarasak. To'liq gap emas. Shunchaki maxsus sifatni o'zi. Hop. Rijlun yusro. Bu yumna, yusrolar g'oyrimunsarif ekan. Bundoq qarasak, anaqaga ham o'xshaydi. Shu. Fe'lga ham o'xshab ketyapti. Yumnani qaraymizda. Keyin qarab qo'yaman. Hozir maxsus sifat deb ketaveraylik-da. Hop. Hozir e'tibor berib qolman buni fe'lga o'xshab turishini. Hop. Jafnun a'la. Yuqori, qovoq. Bu ham maxsus sifat. Endi a'la bu rostdan ham bu g'oyrimunsarif bu. Af'ala vaznida va sifatni bildiryapti. Yuqori ma'nosi buniki. Jafnun asfalu. Hop, endi bu pastki qovoq. Asfalu mana af'alu vaznidagi g'oyrimunsarif ism, tanvin olmaydi. Tanvin olganda domma bo'ladi. Endi manbitlarda bo'lsa, bularda esa yusro va yumna, bular alif maqsura, noqi manqus ism bu. Hech qaysi harakatni olmaydi. Bularni harakati muqaddar bo'ladi. Mana amin zuhuriha ta'azzuru. Bular alif maqsura qachon aytamiz buni? O'zidan oldingi harf fatha bo'lganda alif mana shunaqangi keltiradi. Buni asli ya bo'lgan. Yadan noib bo'lgan, keyin alifga aylangan bu. O'sha yadan noib bo'lganda alif mana shu ko'rinishda bo'ladi. Maqsur deydi, alif maqsura. La ta'kul biyadikal yusra. Hop, chap qo'ling bilan yema. La harfi nahi. I'robda unga o'rni yo'q. Ta'kul fe'li muzori majzum bila nahiya. Va alamatu jazmihi sukun. Hop, biyadika jar va majrur mutaallig'i la ta'kulga. Endi yad o'zi bitta ba harfi jar, yad ismi majrur. Jar va majrur mutaallig'i la ta'kulga. Yad o'zi mudof, ga zamir xitob, jar o'rinda mudofin ilayhi. Hop. Endi bu mavsuf bo'ldi. Al yusro sifat bo'ldi. Endi mana boyaga nimamga o'zim javob topdim. Bu fe'l emas ekan. Fe'lga hech qachon alif lam kirmaydi. Lekin bundoq qaraganda yusro yumnalar fe'lga o'xshab turibdi. Demak, bular ism ekan. Qattan bildik, alif lamni oldi. Agar fe'l bo'lganda alif lam kirmagan bo'lardi. Xo'p, o'sha qoidani bilib olsak, qoidani qiyoslab biza hukm chiqarib olaveramiz mana. Hop, kul biyadikal yumna. O'ng qo'ling bilan ye. Kul fe'li amr anta zamir mustatir fa'ili bor. Biyad jar va majrur mutaallig'i kulga. Yad o'zi mudof, ka zamir xitob, jar o'rinda mudofin ilayhi. Endi bu mavsuf bo'ldi, yumna sifati bo'ldi. Likulli yadin mirfaqun va likulli rijlin rukbatun. Hop. Har bir qo'l uchun tirsak bor va har bir qadam uchun tizza bor. Rukbat tizza edi adashmasam. Tizza bor. Yo to'piqmi deykan. Qarab olasizlar lug'atga o'zingizlar xato qilgan bo'lsam to'g'rilaysizlar. Hop, likulli. Voy.